رمضان 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 يا حبيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Hürmetli ustazlar ve kırındaşlar, Ramazandaki gündelik soğuk programımızdan 22. bölümü Ranlık Adem bilen dost bolğanның faydası yok. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de şundaq aytdı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yu'til hikmete men yasha ve men yu'tal hikmete faqad utiya hayran kesira ve ma yezekkeru illa ulul albab. Ayetning qisqacha tarjimasi hikmatni yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xohlagan bandasiga ato qiladi. Hikmat ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlarla buningdan fand nasihat oladi. Baqara surasi 269-oyat. Allah Taala to'g'ri so'z va yaxshi amallarni bandalaridan xohlagan kishilarga beradi. Bundaq ne'matga erishgan kishi bo'lsa, ko'p yaxshilik berilgan va yaxshilikqa erishgan kishi bo'ladi. Buningdan Allohning hidoyati va Allohning nuri bilan aqli yo'rg'an kishilarla vaz nasihat ilib foydalanadi. Ey Alloh, bizga hikmat ato qilsizlar, bizni aqlli kishilarning jumlasidan qilsizlar. Hasan ibn Malik ibn Huvayris atisidan, o cho'ng atisi radiyallahu anhu bayon qilgan hadisda payg'ambar akram sallallohu alayhi va sallam minbarga o'rlab birinchi pallampaga chiqqanda amin dedi. Ondan ikkinchi pallampaga chiqqanda amin dedi. Ondan uchinchi pallampaga chiqqanda yana amin dedi. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi. Hozir Jibril alayhissalom kelib, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, kimki Ramazon oyini tepib bu oydan gunohi mag'firat qilinmay chiqib ketsa, Alloh taolo u kishini o'z rahmatidan yiroq qilsin dedi. Men amin dedim. Ondan ota-onasi yoki ikkisidan biri hayot bo'lib, ularning xizmatini qilmay jahannamga kirgan kishini Alloh o'z rahmatidan yiroq qilsin dedi. Men amin dedim. Ondan yanada sening isming zikr qilinsa, sana durud salom yo'llamagan kishini Alloh taolo o'z rahmatidan yiroq qilsin dedi. Men amin dedim. İbn Himban rivoyat qilgan hadis. Hikoya. Ko'zi ko'rmaydigan ikki kishi Abbasiya davlatining xonishi Jafarning onasi Zubayda xonimning o'tadigan yo'lida o'tiribdi. Chunki bu ikki kishi Zubayda xonimning saxiyligini ko'p anglagan ekan. Bu ikki amaning biri, ey Alloh, menga o'z farzandingdan rizq ato qilgin debdi. Yana bir ama bo'lsa, ey Alloh, Jafarning onasi Zubayda xonimning farzandidan rizq qilib bersizlar debdi. Jafarning onasi Zubayda xonim bu ikki kishining ahvolini bilibdi va so'zini anglabdi. Shuning bilan Zubayda xonim Allohning fazlini tilagan kishiga 2 dirham avatibdi. O'zining fazlini tilagan kishiga kavob qilingan bir to'xoni ichiga 10 dinar oltin silib avatibdi. To'xo avatilgan kishi o'ziga avatilgan to'xoni hamroyiga 2 dirhamga sotibdi. İş her günü şundaq bo'libdi. To'xini 2 dirhamga satgan kishi buning ichida 10 dinar oltin bor ekanligini bilmaydi ekan. Bu ish arqama-arqa 10 kun davomlashibdi. Ondan keyin Jafarning onasi Zubayda xonim bularning yiniga o'zining fazlini talab qilgan kishiga bizning fazlimiz seni behojat qilmadimi debdi. U kishi bu qandoq gap debdi. Zubayda xonim 10 kunda sana avatilgan 100 dinar debdi. O kishi yo'q, menga 100 dinar kelmadi, faqat kavob qilingan birdan to'g'ri keldi. Men uni har kuni hamroyimga 2 dirhamga sotdim debdi. Zubayda xonim mundaq deydi. Bu odam bizning fazlimizni tilidi, Alloh taolo bu kishini uningdan mahrum qildi. Avo Allohning fazlini talab qilgan edi, Alloh taolo uningga berdi va uni behojat qildi. Hikmat. Ranglik odam bilan do'st bo'lganning foydasi yo'q. O shamal qaysi tarafga yuzlansa, shu tarafga yuzlanadi. Ularni hisoblaganda qarindoshlar bek ko'p, lekin ular vakillikka yaramaydi. Duo. Robbim, ilmimni ziyoda qilsila. Ey hammani bildirguchi Alloh, menga manfaatlik bo'lgan ilmni bildirgin. Ey hammaga manfaat ato qilguchi Alloh, menga bildirgan narsani menga manfaatlik qilib bersila. Mening ilmimni ziyoda qilsila. Meni taqvodorlarning yetakchisi qilsila. Fikr. Şeyh Abdülhamid Kişik rahimahullah mundaq deydi. Kimki Allah'ның g'ayriga tayin edigan xor bo'ldi.
Allah'ın gayrıga tayangan kişi hiç narsige erişelmedi. Allah'ın gayrıga tayangan kişi izip ketdi. Allah'ın gayrıga tayangan kişi zirikti. Allah'a tayangan kişi xor bolmadı, yo'qsul bolmadı, izip ketmedi, zirkip kalmadı. Biz Allah'a tayandık mı? Allah Teala'ga haqiqiy tevekkül kıldık mı? Ey Allah, bizni özlerge haqiqiy tayangan ve tevekkül kılgan, toğru yol tapgan, zirikmegen, utuq kazangan kişilerinin cümlesinden kılgayla. Amin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan